Asror narxda yep-yangi uchastka sotuvga qo'yildi. 2 etajli, 7 xonali, 2 ta sanuzilli ushbu xonadon umumiy hisobda 9 sotix maydonni tashkil etadi. Fasad 10 ga 20, hovlini ichi 30 ga 30. Lokatsiya qulay, masjid, bog'cha, maktablarga 500 metr masofada joylashgan. Uy ichidagi yep-yangi mebel, texnika, gilam pardalargacha qoldirib ketiladi. Hamma narsasi yep-yangi, oppoqqina kirasiz, uy yashaysiz. Uyga qo'riqlash kameralari ham o'rnatilgan. Podvali bormi deb ko'pchilik so'raydi. Bu uyimizda podval qismlari ham bor. Kanalizatsiya bor. Suv, gaz, svet, internet, Wi-Fi'lardan ham muammo yo'q. Hujjatlari ham joy-joyida. Uy balandligi 3,5 metr tashkil etadi. Bu degani qasrdek uy degani. Hovlining orqa tarafida basseynlari ham bor. Xohlasangiz yopib zimniy basseyn qilib foydalansangiz bo'ladi yoki shu holida letniy basseyn qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Shoshiling, bunaqa narxdan, bu atrofdan bunaqa yep-yangi qasrdek uy topishingiz qiyin. Lokatsiya qiziq bo'lsa, profil shapkasidagi silka orqali Telegram kanaliga o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Videoga like bosib, izoh qismida bizga ham nasib qilsin so'zini yozib qoldiring. Shunaqa yaxshi uylarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizga obuna bo'ling. Videoni katta uchastka olaman deb pul yig'ib yurgan tanish-bilishlarga jo'natib qo'ying.